Mana biz ehsonni masjidga, kambag'alga, bir yetimga bergan mablag'ni tushunamiz. Aslida ehsonning zo'ri oilangiz, farzandlaringiz, ro'zg'oringiz uchun qilgan sarfingiz. A'zamuha ajron allazi anfaqtahu ala ahlik. Eng ajri ko'p qilgan sarfing oilangga qilgan sarfing deganlar. Ayolingni og'ziga solgan bir luqmangda ham senga ajr bor dedilar Rasul. O'zini oilasiga yaxshi so'z ayta olmagan odam, mehr ko'rsata olmagan odam kimga yaxshilik qiladi? U odamni jamiyatda yaxshi o'rin topishligiga biz ishonchimiz bormi? Demak biz yaxshilikni azizlar, ko'makni, madadni hech bo'lmasa so'zimiz bilan, shirin gapimiz bilan oilamizdan boshlashimiz kerak.